Boy va kambag'al. Bu asar oddiy hikoya emas. Bu hayot, tanlov va inson taqdiri haqida yozilgan juda kuchli asar. Muallif bir oilaning hayoti orqali butun jamiyat muammolarini, insonlarning ichki ko'rinishlari va orzularini ochib beradi. Asar markazida 3 qahramon Rudi, Tom va Gretchen turadi. Ular bir oilada tug'ilib, bir xil muhitga ulg'ayishadi. Ammo shunga qaramay, ularning hayot yo'llari butunlay boshqacha shakllanadi. Rudi bu intizomli, aqlli va juda maqsadli inson. U bolaligidan boshlab hayotda nimagadir erishishni xohlaydi. U boylikni, obro'-e'tiborni va barqaror hayotni tanlaydi. Shu yo'lda u juda ko'p mehnat qiladi. U o'z ustida ishlaydi va asta-sekin yuqoriga ko'tariladi. Ammo Rudi obrazida biz shuni ham ko'ramizki, ba'zan muvaffaqiyat ortidan quvish insonni sovuqqon, hatto ba'zi joylarda shafqatsiz qilib qo'yishi mumkin. Tom esa mutlaqo boshqacha xarakter. U erkinlikni sevadi, hech kimga bo'ysunishni istamaydi. U hayotini o'z qoidalari bilan yashashni tanlaydi. Tom ko'p xatolar qiladi, ko'p qiyinchiliklarga duch keladi, lekin u o'zligini yo'qotmaydi. Uning qalbi toza, u samimiy va haqiqiy inson sifatida tasvirlanadi. Shu sababli ko'pchilik o'quvchilar aynan Tom obraziga yaqinroq bo'ladi. Gretchen esa asarda eng murakkab va chuqur obrazlardan biri. U ayol sifatida jamiyatda o'z o'rnini topishga harakat qiladi. Uning hayoti orqali muallif ayollarning jamiyatdagi o'rni, ularning muammolari va bosimlarini juda ta'sirli qilib ko'rsatadi. Asar davomida biz shuni anglaymizki, inson hayoti faqatgina boylik yoki kambag'allik bilan belgilanmaydi. Eng muhim narsa bu insonning ichki dunyosi, uning qarorlari va hayotga bo'lgan munosabati. Irvin Shaw bu asar orqali juda muhim g'oyani yetkazadi. Inson qayerdan kelgani emas, balki qayerga ketayotgani muhim. Yana bir muhim jihat, bu asarda oilaviy munosabatlar ham chuqur yoritilgan. Aka-uka o'rtasidagi farq, opa-singilning o'rni va ota-onaning ta'siri, bularning barchasi hayotimizda katta rol o'ynashini ko'ramiz. Asar juda real yozilgan. Unda ortiqcha bezak yo'q. Hammasi hayotdagidek. Ba'zida qiyin, ba'zida og'riqli, ba'zida esa ilhomlantiruvchi. Xulosa qilib aytganda, Boy va kambag'al romani bizni o'ylashga majbur qiladi. Boylik bu hamma narsa emas, haqiqiy baxt esa insonning qalbida bo'ladi. Shu sababli bu asarni o'qish har bir inson uchun foydali va o'ylantiruvchi tajriba bo'ladi.